O'zbekiston Professional futbol ligasi yilning eng yaxshilarini aniqladi. Mavsum to'purari Igor Sergeyev, Paxtakor. Yilning eng yaxshi xorijlik futbolchisi, ya'ni legioneri Shimoliy Makedoniyalik Lyubcho Doriyev, Sug'diyona. U bu mavsumda Superligada 30 ta bahsda maydonga tushib, 16 ta to'p kiritdi va 9 ta golga assistentlik qildi. Superliganing eng yaxshi yosh futbolchisi Dinamo safida 23 ta bahsda maydonga tushib, 6 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan Firdavs Abdurahmonov. U yil javohiri mukofotini qo'lga kiritdi. Superligada yil murabbiyi sovrini esa Neftchi jamoasini boshqargan Vitaliy Levchenkoga nasib etdi. Navbahor safida 30 ta bahsning barchasida maydonga tushib, 10 ta gol kiritgan va 3 ta assistni qayd etgan Abbos G'ulomov esa yil kashfiyoti deb topildi. Shuningdek, Igor Sergeyev PFLdagi yil futbolchisi deb ham topildi. Ko'rib turganingiz esa Superligada yil jamoasi a'zolari. Siz kimga ko'proq muxlislik qilasiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.